Mana shunday katta bahaybat mashinani ham narxini kichkina mittilashtirib qo'ydik. E'tiboringlar markazida 2025-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan Leopard 7 mashinasi sotuvga kelib qoldi. Qora rangda, kraskalari top-toza, oldi orqa tortadi. Avida turi 9 sekundda yuzga chiqadi. 490 ta ot kuchi bor ekan. 190 km tokda 1200 km atrofida benzinda yurayotgan. Kraskalar top-toza, yangi masla bisprovik. Buni gavdasini qaranglar, kattaligini. Mana shu gavdasiga juda ham ixcham, shustri, off-road, ham shaharda yursangiz bo'layotgan mashinalardan bittasi. Xo'p, tankiy razvoratlargacha bor, joyida aylanadi. Mashina 360 gradusga, lidarlari bor, paroglar, Brembo tormozdan sistemalik, o'shani perforatsiyalik opornilarda aqnog'i, besklichoy, slipoy 360 lar, xolodilnik, monitorlar hidab 35 km yurgan yangi mashina. Komplektatsiyasi to'liq. Mana orqalarini katta luk, panorama, shtorka, hamma narsasi bor. Leopard 7 mashinasi, Leopard 5 dan ham arzonga qo'yib beramiz, xudo xolasa sizlarga. Orqalarida krisoska davodchiklarigacha bor. Buni bahaybatigini qaranglar, orqasini. Kapasilar, eshigida krisoska davodchiklari ham bor. Orqalarida top-toza mashina. Leopard 7 2025 11-oy. Gay akalarimizga ozgina tabassum qilsanglar, menimcha 2026 ham qilib bersa kerak tex pasportini. Narxini eshiting. Narxi 47700 ga berib yuboriladi. Mana shunday katta bahaybat mashinani narxini faqatgina BYD-o'zda kichkina mitti narxlarda sotib olsanglar bo'ladi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa bosib tashlaylar.